Assalomu alaykum, Sho'xtil obunachilar. Bugun sizlarga navbatdagi ko'chmas mulklardan yana birisini ko'rsatamiz. Bu kvartira Urganch shahrida joylashgan. Urganch shahrining eng markazida joylashib turibdi. Yana ish o'rdan Olimpiya stadioni ko'rinib turibdi. Asosiy archa sho'ra qurilgan. Shundan girib kelsangiz, hozir bu yerni ilib qo'ydilar. Shunda tib girib kelsangizda, ishi bu korpuslarni oldindan Amina do'kon tarafiga qarab chiqadigan yo'l bor. Bu yerda Leo bar, keyin bir Parijda ham bir do'konlar bor. Shuni yanında joylashgan 4 etajli domning 3-etajida 5 xonali katta kvartira sotiladi ekan. Shuni sizlarga ichki tashqi qismidan ko'rsatib tanishtirib chiqamiz. Bu yerni adresini alohida urg'u bersak bo'ladi. Shunda esa bu yerda o'zi bir 3 dona maktab bor o'xshaydi. 3 mi yo 2 mi, kami 2. Keyin 3 dona bog'chag'am bor ekan. Har taraflama qulay. Yine iş oradan doğru piyada çıkıp durup Urdugan varsa boladı, Urduna eldana. Bir anda piyada Ray Center büyüme bazarı yanan varsa boladı. İşinden çıkıp durup Gürlenski arealları ucu hem yeri gevcüm zor mestada joylashgan. Hazır ise yine şu podyezdden girip durup 3. etaja kütəlinemiz. 3. etaja çıktık. Gireverişte yine demir eşik. Xo'sh, bu yerga polni remont etib, taxlanib turgan, girib yashaydigan remontlar ham zo'r ekan. Общинcha kvadrat bu? 90 mi? 90cha. Oho, dum keng ekan. Hovli joydin 5 xonali eng bu? 5 xonali. 5 xonali giraverishda shundan katta bir xonasi bor. Bu yerda kuxnya ham o'tiradigan etib qo'ysa bo'ladi. Keyin mehmonlar ham shu yerdan suv bersa bo'ladi. Yine iş yerde otursa boladı, bir yere kuxni mebel koyup berse tayyor. Bir yerde yine kladovkasi ham bor ekan. Kladovka ham doполнительный koyup berdilar. Ham yer patologacha kafel bo'lib turibdi. Отоплениyalar o'tib turibdi, pollar laminat etilgan, ayrim yerlar taxta pol. Bu yan tarafda, o'ng tarafda banisi, sanuzel. Katyola bir yere joylashibdi. Uголок vanna, unitaz bor, ariston. Yana issiq sovuq suv bor. Bu yerga chiqadi axir 3-etaja polni suv chiqib turibdi. Aha. Doğruda bir xona. Jenskiy zal ekan. Hamma yeri plastik ayna etilib turibdi, oboylar etilgan. Yana devaraklari bütün daraxtzor ekan. Yozdam chiroyli bo'lib turaveradi bu yer. Bu yerni poli taxtada aynan kraskalanib turibdi. Shu vaqt eshiklar ham yaxshisidan qo'yilgan ekan. Rasulov eshiklaridan qo'yilgan ekan. Umumanlik bu yerda детский bir spalni, bir детский spalni bo'lib turibdi. Doğruda gostinniy. Yani ko'chadan girib, doğruga girsangizlar, gostinniy. Gostinniy ham yaxshilan muzina ekan. Voy, Doğulgan gündən şu yerdə bersə bo'laveradi. Kondisionerlar alınıbdı. İşi duruşda satıladi axir, ha? Aha. Yine eldində dvorda prezidentskiy uylar bo'lar, shunday qurilgan, ha. Детский plashatka bor, stoyankalar bor. Eldilari bütün yana daraxtzor, chiroyli bo'lib turibdi. Yana ish yerda ercha qurilib turibdi. Olimpiya stadioni ish yerdan ko'rinadi. Her yeri bayram zo'r bo'ladi. Eng sentr bo'lib ketdi endi bellar ham. Glavniy archa shu yerda qurilib turibdi har yeri. Patoloklari natijno yatilgan, lustralar qo'yilib turibdi. Doğruga giradigan bo'lsak, bu yerda 2 xonasi bor. Bu yonda bir xona, bu yonda bir xona. O'rtada kladovka ham bor, xalasanızlar, bu yerni ham sanuzel etib qo'yaversa bo'ladi. Yani katta oila bo'lsa, gelirler bo'ladigan bo'lsa, bir yerine modelini etib qo'ysa bo'ladi. O'chirt bo'lmaydi-da shunda. Katta oila uchun zo'r kvartira. Tochkasi ham zo'r yerda joylashib turibdi mana. Joylashuvdan umuman gap yo'q. Bu yerda bu territoriyalar zo'r bo'lib ketdi hozir. 5 xonasi bor. Bu yerda yana 2 xona, belki 3-xona. Bu yanda 2 xona bor. Tak. 1, 2, 3, 4, 5 xona. Yani 5 xona. 3. etajda joylashtirdik kvartiralarimiz. Umumanliklar bor, gaz, svet, suv hamma narsa kelib turibdi.
Yani gazlı uçurtçiki hem şurada joylashibdi. Svetni uçurtchiki podyezda, kanalizatsiyalar o'tib turibdi. Yana 2 kladovkasi bor. Hozir 2 kladovka bo'lib turibdi yana. Yaxshi. Bu yerning yana patoloqlari plastik etilgan ekan. Necha so'm deysiz endi bu yerni? Şöyle özünden klientler gelip so'rab turibdi, sotchaqmisiz deb nomerini olib turibdilar. Mesda umuman gap yo'q. Ikki yon taraf ham qarab turibdi ekan, ayna qalasanglar, skvoznoy ochib qo'ysa yozda shamol aylanib turaveradi. Chiroyli bo'ladi. Setkalar ham o'rnatilgan aynalari plastikdan qilinib turibdi. Shu vaqtda yaxshisidan qilinganlar ya. Qancha so'm deysiz endi buni kvartirani? Bu 45.000 yaptı. 45.000 dollar deb turibsiz. Oh, yomon emas, yana 5 xonali 3-etajda shaharning zo'r joyida joylashib turibdi. Pochti yana 100 kvadrat ekan, 45.000 dollar deb turibdilar. To'g'ri odam o'tadi unaqa bang. So'rab turibdilar yana. 42 ga so'ragan ekanlar, bermagan ekanlar. Klientlar ham shu yerni odamlar, shu yerni odamlari so'rab turibdi o'xshaydi o'zing. Ha. Bu kvartirani zo'r ekan axir, baribir. Bunisini yana o'zinga yetgan, bu yerda ovqat pishirib ham bo'ladi. 6 odam ham sig'adi ekan bu tarafda. Joy almashtirish, mashina almashtirish degan variantlar bormi? Bizlar mashina Naqd pul, naqd pul kerak ekan. 45.000 dollar deb turibsiz. Qaytib beriladimi? Bir qaytaramiz, 1000 qaytib beramiz. Ha. Iloji bo'lsa 1000 dollar qaytib beramiz deydi. Telefon nomeringizni ayting. 88 88 453 453 66 66 65. 65. Yana shu nomerga telefon urib sodalashib olaverasizlar. 45.000 dollar deb turibdilar, qaytib beriladi azmas. Bu yoqda 2 xona bor, 4da, keyin bunda gostinniy 3, yana bunda 4, bunda 5. 5 xonali. Bu yoqda yana sanuzel, banisi, 2 kladovkasi bor, bir uzun yana shuning dolana o'xshash joyi bor. Bu yerda kuxnya bo'ladi, aryan tarafında o'tirib, maza qilib, yeb ichib o'tirsa bo'ladi. Mestasına umuman gap yo'q. Bundan yana Urdugan piyoda borsa bo'ladi, stadionni eldi, aryandan uji Raycenter buyum bozor ham chiqib ketsa bo'ladi. Shu yerdan chiqiladi, hamma yere qulay. Bu tarafdan Gullenskiy ham chiqib turaversa bo'ladi.